Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 13-iyun, Volgogradskiy oblast, Bikovskiy rayonida ish. Endi Salomat opam brigada baqaja ekib yotdi. Endi esa bize xudo xolasa pireslarni o'tlarini olib o'tmiz. Arasında chiqqan o'tlari bo'lsa shuni olib bir qator nasibimiz taxlashtirib ekib yotibdi yine. Hazırda dinşine bahaları 2,5 ming bo'lib o'tiribdi. 7 saat işleysiz. Her 2 saattan bir perikur. Evet, hem şunun içinde. İş kıynemez. Hangi saat? Salomat opam brigadasi az объемda ishlayapti. Hozircha menimcha riyati 800 bulardan tushib turgan bo'lsa kerak. Bir kunda bir adam kamida bir 7 riyat chiqib biladi. Arkayin 5-6 saat içinde. 5 mingdan ko'p topiladi. Bizniki esa dinshina 7 saatda o'tib ketsa, har bir qo'shilgan vaqt uchun har bir soatda 300 rubldan pul beriladi. Volgogradskiy oblast, Bikovskiy rayon. Bahadır deganning yerindamiz. Aslı O'zbekistonda, lekin hozirda Tojikistonda yashaydi. Kanalni toza ochdim. Xudo xolasa podpiska bosib qo'yinglar. Toza yangiliklarni tashlab turaman. Bize bana qaytdik xudo xolasa. Salomat opani adamlarına baqlatın. Nelerini yitirib berish uchun. Shularni aralarından katta-kattalarini alıp 30 yerlerini otlarını atıp buramız. Şöyle koyup pakete salamız. Hazırca 2 paketim var. Bir maşineye verdik. Xudo xolasa. Her bir paket bir riyatlarına yetip baradı. Xudo xolasa. Bir like'larını basınlar. Mana bu zo'r ma'lumotlarni xudo xolasa tashlab turamiz. Bikovskiy rayon ishlab birga yerimiz. Shu rayon hakkında ma'lumotlarni berib turaman. Xudo xolasa. İkinci iş. Ben bir adam Surxondaryomi bir yerden kichkina qishloq yeri. Mallan ovozi, tovuqlar ovozi. Qishloq yeri bo'lgandan keyin tinchgina hezlik ishlamaga zo'r yer. Chem Moskvaga qaraganda minsalar yo'q. Ba'dan lekin bir ganet etib hammadan yuravermaydi. Ko'chalar ham tinch, xudo xolasa gortni ichidan. Dam olish uchun bir qator video olib tashlab beraman. Ishlab birga yerimizni. Gortan Bikovskiy rayonida.